Qoraqalpoq tilida bitta gapirib bersangiz, natijasi haqida, chunki reklama ham qo'yganda haqiqatda siz Qoraqalpoqdan kelganingiz balki shubhalanadiganlar bo'ladi baribir. Yaxshi natija bo'ldi. Ko'z minus zreniyadan kestim төмен etdi. Sodan төмен qarab yaxshi bo'lib natijaga erishdi. Endi ko'zdagi charchovlar ketdi. Boshqa degan bu ko'zga emas, boshqa denemizdagi hamma organlarga ta'sir etadigan kompleks chiquvlardi. Fizioterapiya bor, haring, palaring terapiyasi bor, manual terapiya, boshqa gimnastikalik shinuvlar, hammasi komplekslarda juda denемizning hamma yeriga ta'sir etdi. Ruhiyatimiz yaxshilandi. Tavsiya qilasizmi Qoraqalpoq xalqini misol uchun? Men tushinaman hammasini. Ya'ni qaysi kasallar kelsa bo'ladi, misol uchun sanab bering. Ko'pchilik kompleks kelganlar bor. Shifo topganlarni ko'rdingiz ko'z bilan. Endi jana pochka, grija, o'pka, bovur, sonday jana sahri borlar degandek solar ham kelsa bo'ladi ekanda bu yerda. Yani damlama nelari bor, fizioterapiyasi bor. Natijadan xursandmisiz? Kelganingizga pushaymon emasmisiz? Yo'q, xudoga shukr. Bo'ldi, boringiz kerak. Agar siz ham yuqorida keltirilgan kasalliklarda muammolar bo'lsa, albatta biz bilan bog'laning va yechim topishingizga yordam beramiz.